uchrashuv qatnashchilari mana O'zmilliy bank amaliyot bank xizmatlari markazi tomonidan 23-iyul kuni bank mijozlari bilan uchrashuv o'tkazib, bank bo'yicha tajribasi asosida hozirgi uchrashuvda ko'ryapmiz, hamma yoshlar institutlarni bitirib tadbirkorlikka o'zini birinchi qadamlarini qo'ymoqchi bo'lib o'zlari ishtirok etyapti. Hurmatli mijozlar, shu tadbirkorlik ish jarayonida vujudga kelayotgan muammolar, takliflar, qanaqa qiyinchiliklar bo'lyapti, shu bo'yicha murojaat qilishlaringiz mumkin. Masalan, kredit olish tartiblari, qanday amalda olinish bo'yicha o'zlaringizni fikr-takliflaringizni berishingiz mumkin. Hurmatli mijozlar, kimlarda qanaqa taklif va kreditga bo'lgan ehtiyojlari bo'lsa, qo'llaringizni ko'tarib, bemalol aytishlaringiz mumkin. Men Davron Ayozbek, Muxtor o'g'li, kelajakka qadam raisida 10 million so'm miqdorda kreditga ehtiyojim bor. Urganch davlat universitetida texnika fakultetida o'qiyman. 10 million so'm kredit olmoqchiman. Shu bo'yicha tavsiya. Bu kelajakda endi 10 million kredit nima yo'nalish bo'yicha nima qilyapsiz? Endi xudo xohlasa o'zimning yo'nalishim bo'yicha kompyuter olib ishlash. IT yo'nalishi bo'yicha AutoCAD 3D Max ish faoliyatingizni yuritmoqchisiz. Rahmat, siz hozir yozib olib, xodimlaringizga o'zingizni hujjatlaringizni taqdim qilasiz. Tez kunlarda kredit mablag'larini ajratib berishimizni aytib o'tamiz. Rahmat.